7 ot kuchli Solarishniy motoblok so'ragan akalarimiz uchun Agroservis do'konlariga 7 ot kuchli Solarishniy motobloklarimiz yetib keldi akalar. Shu munosabat bilan hozirda sizlarga buni qisqacha ma'lumotlarni berib va bu 7 ot kuchli motobloklari uchun qanaqa turdagi temir balonlar va bizdagi universal pluglar haqida ma'lumotini berib o'tamiz. Va mana shu motoblokni ustida turgan Kronex firmani 300 talik svarishniy apparatini motoblok xarid qilib olganingiz uchun tekinga qo'shib beryapmiz. Tekinga olish sharti juda ham oddiy. Videoga like bosib, kommentariyaga omad deb yozib turadigan bo'lsanglar, videoni davomida qanaqa qilib olishda aytib o'tib ketamiz. Birinchi bo'lib motoblogimiz ma'lumotidan boshlaydigan bo'lsak, motoblogimiz Salarka yoqilg'isida yuradi. Yoqilg'i boklari 3 litrli. Yurg'izish joylari zavodni orqali yarim taxya zavodit oladi. Vozdухning filtrlari maslivniy bo'ladi. Xo'p, reduktor qismlari ham katta reduktorlardan qo'yilgan, forsunkalari yaxshi katta forsunkalardan qo'yilgan bo'ladi. Skolari oldiga 2 dana, orqaga 1 dana skollar bilan jihozlangan bo'ladi. O'zini kulish-pulishlari, dokumentlari bo'ladi, ichidan chiqadiganlari o'ziga qo'shib beriladi. Hop, vozdухning filtri maslivniy deb aytib o'tdik. Vozdухning filtriga 50 gram, 100 gramgacha bo'lgan moylar quyib qo'yadigan bo'lsanglar, motorga kirayotgan havodagi changlarni ana shu moy ushlab qoladi va motoringizga shikast yetkazmaydi. Motorlari 173F motor bilan jihozlangan bo'ladi. Motoblogimiz komplektida o'zini frezalari 4 qatordan 8 qator bo'lgan original qalin o'zini frezalari bo'ladi va orqa tomonida xuddi shunday tormozlargacha qo'shib beriladi. Xo'p, undan keyingisi temir balonlarga keladigan bo'lsak, temir balonlari o'zimiz logotiplar qo'yib, ishonch raqamlarigacha yozdirib kelingan bo'ladi. Ishonch raqamlarigacha yozdirib kelingan bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin, juda ham sifatga e'tibor berib ishlangan bo'ladi. Temir balonlarimizni bemalol 60-70 agatichiga tushib ishlashingiz mumkin bo'ladi. Temir balonda o'ziga ham 1 yilgacha garantiya beriladi. Garantiya nima deganlar uchun? Misol uchun yerda ichida o'zini qiyshayib, bukilib, sinib chiqib ketadigan bo'lsa, sizga yangi temir balonga almashtirib berish imkoniyati bo'ladi. Orqa tomonda turgan universal plugimizga keladigan bo'lsak, plugimiz universal deyishning sababi chap balon diziga va o'ng balon diziga va mana shu past tomonda turgan lapkalarni o'zini ham o'ngga chapga qilib bemalol turib olayni o'ngga chapga qilib ishlatishinglar mumkin bo'ladi. Pluglarimiz ham o'zining ligrovkalari bo'ladi. Bu tomonlarda uchlarni ko'tarib tushiradigan ligrovkalargacha bo'ladi. Xo'p, videoni boshida aytib o'tganimizda mana shunday Kronex firmani 300 talik svarishniy apparatlari va boshqa bonuslarni olish sharti juda ham oddiy. Videoga like bosib, kommentariyaga omad deb yozib keladigan bo'lsanglar, Agroservis do'konlaridan 7 ot kuchidan 17 ot kuchigacha istalgan turdagi motoblokni xarid qilib olganinglar uchun do'konimizning ichki tomonida barabanimiz joylashtirilgan. Mana shu barabanni bitta aylantirish imkoniyatini beramiz. Bu barabanni aylantirganingizda sizga 100 xildan oshiq sovg'ani biri tushadi. Bitta dona pachinida turadigan barabanni bitta aylantirasiz. Nimaga ketsa mana shuni tekinga olib ketaverasiz. Shurpa o'rdirel, balgarka, kulish nabor, kaska, balgarkalarimiz aka terilab qo'yilgan. Xo'p, bu sovg'alar uchun bir so'm pul olinmaydi. Bonuslari motoblogingizga qo'shib beriladi. Manzil Farg'ona shahar, Avval qishlog'i Agroservis do'koni aka. Murojaat uchun ekranda pastda nomerlar qoldirilib, bemalol murojaat qilib, optim narxlarda xarid qilib olishingiz mumkin.